Binosi. Xo'qand shahri Farg'onada bir katta shahar o'lib, islom podshohlarini Makarra saltanati uchun ibtido Xo'qanddan bayon qilinadur. Vajhi tasmiyai Xo'qand budurki, Xavoqini Xo'qanddan ul shahar bo'lmagan vaqtda Xo'qand o'rni To'qay va Qamushzor yerlar bo'lib, ul vaqtda chodak hojalari tojiklar so'rar ekanlar. Ul vaqtda bu to'qaylarda har xil xo'klar, to'ng'izlar yurar ekan. Alar yerlarni kovlab, har xil ovqat topib yer ekanlar. Bu jihatdan tojik hojilar kelganda necha yerlar kovlagan ekan. Alar bu chuqurlar nima degan? Kim kovlagan deganda, tojik javob berib, xo'q qand deganda, ya'ni to'ng'uz kovlagan deganda, ul yerlarning ismi xo'q qand bo'lib, xo'q qand aytmoqda qiyin bo'lib, bizning Turkiyda qof harfi qaviy uchun xo'qand bo'lgan. Forsiy kofni turkiy qofga badal qilganlar. Turkiylar lafzidur. Mana endi yana bir badal bo'ldi. Ruscha aytmoqda qof yo'q. Ko'kant bo'ldi. Shunga o'xshash har vaqtda har qabila lisonlari ilan tabodil bo'lib, shevalari o'zgargan. Buni ba'zi xo'qandi yaxshi ta'vil ila xo'yi qand derlar, ya'ni fe'li xo'yi qand degan emish. Xo'qand xonlarining ibtidosi oltin beshik deb tarixi Shohruxiyda bayon qiladur. Ul vaqtda Xo'qand yo'q, atrofda Tirg'ov degan va Chinkat degan va Saroy qishloqlari bo'lib, Tirg'ovda bir mudabbir kishi bu xalqning xonzodasi bo'lmasa, inqiyod qilmasliklarini bilib, o'shal vaqtda Andijon xonlaridan Boburxon ibn Umarshayxning Andijondan qochib ketib turgan vaqti ekan. Ul kishi o'z oilasidan bir bachasi va bir marziai g'abini necha xil oltin va kumushlar bilan tazyin qilib, aning beshiklarini kimxob va atlaslarga o'rab, Boburxonning qochib o'tib turgan yeriga maxfiy tashlab, anga posbonlar qo'yib, topib olmoq uchun bo'lak xalqlarning muoyana bilmaki lozim. Necha kundan so'ng uch qishloqdan suv ochmoq uchun odamlar chiqqanda, hammalari beshikni ko'rib, birdan talash qilib, oxiri ichlaridan birisi chek qilmoq bo'lganda, 3 taqsim qilib, chek solib, beshik saroyliklarga, yovug'lari chinkatliklarga, bola tirg'ovga tushganda, har qaysilari o'z cheklariga tushgan nimarsalarni olib ketib, bolani tirg'ovaliklar tarbiyat qilib, aning otini oltin beshik deb, andin necha qarn o'tib, avvali 919-hijriydan oltin beshikdan Shohruxxon o'rtasi 200 yildan ziyodaroq o'tib, 10 ato bilan 1120-sanasi Shohruxxon julus etib, mufassal yozilib kelgan tarixlari ham bor edi. Taxtgohlari Xo'qand shahri bo'lib, mazkur nasldan 28 zot taxtga o'ltirib, Shahrixondan yuqorisi Biy isminda, andin quyisi xon ismini olmishdirlar. Bularning oxiri Xudoyorxon o'lib, ana aqabinda bir ikki zoti Besabot xon ismini ko'tarib, 1992-sana Xo'qand shahri Rusiya davlatiga o'tgandan so'ng, biri ma'zul va bir necha kundan so'ng biri maqtul 1293-sanasida xon ismi Farg'onadan ma'dum va davlatlari noma'lum bo'lib, jami hukumatlari 374 yilga yetgandir. Bu oltin beshikning xalqiga xonzoda ekanin ravshan qilmoqda necha ilova so'zlar qo'shilib, bolaning boshida bulut soya qilgan ekan, kiyik emizib turgan ekan va qush soya solgan ekan deb xalqning qulog'iga o'rnatib, to angacha yigit bo'lib, hurmati va ehsoni ziyoda bo'lib, xush axloq va xush muruvvat bo'lsa ham,
Tirg'ova qishlog'idan bo'lak xalq inqiyod qilmay, har qaysi jamoada bir biy bo'lib kelsa ham, Oltin beshikning biylig'i shuhratliroq bo'lib, mundan 6 avlod bu suratda o'tib, 7 avlodiga kelganda bu kishi boniye Xo'qand bo'lib, Shahmastbiy ismini xon laqabiga chiqarib, nihoyatda so'zi nufuzli bo'lib, xon ismini rivojlatib, Shohruxxon deb shuhrat topgan ekan. Mundan muqaddam ixtilof etsalar ham, Shohruxxon asrida xonlik shuhrati butun bo'lib, Xo'qand poytaxt o'lib, o'zidan hasrati odamgacha nasabini isbot qilib, muassisi saltanat bo'lib, ajdodi Havoqini Xo'qand katta muassai tibyon bo'lgan ekan. Shohruxxon 1120da taxtga o'ltirib, komil 12 yil podshohlik qilib, 13-yili vafot etgan. Abdurahimbek, Abdulkarim isminda Shodibek degan 3 o'g'li bo'lib, otasi Masnadiyda Abdurahimbek julus etib, bul ham 12 yil xonlik qilib, 1146-hijriyda vafot bo'lib, birodari Abdulkarimbek taxtga o'ltirib, bul 18 yil xonlik qildi. Bul ham 1164-yilda vafot bo'ldi. O'g'li Abdurahmon joyina o'tirdi. 9 oy zarfinda bul ham chiqarilib, o'rniga amakivachchasi Erdonaxon ibn Abdulkarimxon julus etdi. Abdurahmonxonni Marg'inonda hokim qo'ydi. Bir sanadan so'ng Erdonaxonni ham chiqarilib, o'rnina Bobobek ibn Abdurahimxon o'ltirdi. Bir yil ichinda Bobobek qatl qilinib, Erdonaxon 2-xonlik taxtina o'tirdi. Bir yil ila jami 12 yil julus etib, 1176-sanasi vafot etdi. Ba'dahu jamoai Sardiya va O'zbakiya jam bo'lib dedilarki, Shohruxxonning 2 o'g'li Abdulkarimxon, Abdurahimxonlarning navbati o'tib, 3-o'g'li Shodibekka yetdi. Buni haqidur deb 1177-yili Sulaymonbek ibn Shodibekni xon ko'tarib, 6 oy bayninda asl va ba'dahu qatl etildi. Asri Norbo'taxon. Norbo'taxon ibn Abdurahmonxon ibn Abdulkarimxon ibn Norbo'taxon taxtga julus etdi. 14 yoshinda 36 yil hukumat surib, 1213-yilda vafot etdi. Farg'ona xonlari ichinda bu zot uzoq davlat ko'rib, bu kishidan ko'p saltanat surgan kishi yo'q. Bu kishini Borbuta Vallomiy der ekanlar. Vallomiy valiyi ummiydan bo'lur, ya'ni podshoh omi, ya'ni butun omma hukmdori. Izoh nashrga tayyorlovchilarga tegishli. degan so'z sardiya ma'noda sohibi himmat fahm qilurlar. Bu Vallomiydan Olimxon va Umarxon va bir xotundan Rustambek nominda o'g'illari bo'lib va Hoji nominda bir birodari qolibdir. Bu Hojibek Sheralixonning atosi, Xudoyorxonning bobosidir. Birodari Norbo'taxon ila arolarinda muddati madid muxolafat paydo bo'lib, Norbo'taxon vafotidan so'ng mazkur 3 o'g'il va Hojibek bu to'rtovlarining bir-birini xon qilmoqda aholiyi Farg'ona ixtilofda qolib, har toifa birini xohlab, oqibat jamoiya mingiya g'olib, bo'laklar solib bo'lib, Olimxonni Sohibqironni taxtga chiqardilar. Asri Olimxon ibn Norbo'taxon. Bu Olimxonning laqabi Zolimxon edi. Buning amakisi Hojibekni qatl qilib, ko'p zulmlar chiqargan ediki, g'azabindan, zulmindan Zolimxon mashhur va ma'ruf, munkir ahli tasavvuf edi. Mofihi o'zini mutasharri bilib, ijroi shar iddaosila ko'p zulmlar qilur ekan. Chunonchi bul jumladan o'zining qo'l bergan pirini darrag'a yotqizib edi. Sababi shul ekanki, Farg'onada bir shaharga necha marotaba askar yuborib, qo'shin ilan ololmagan ekan. Piriga aytganki, taqsir, duo qiling, falon shaharni olmoq to'g'risida.
ko'p mol-u jon sarf qildim. Fathi muyassar bo'lmadi. Bir qancha askar talaf o'ldi. Shoyat duoyingiz xosiyati bu shaharni olsam desa, pirlari muroqabaga borib, boshlarini ko'tarib degan ekanki, falon oy, falon kunda unda askar yuborsang olursan, deganda Amri pir mujibincha ul vaqtda askar yuborib, ul shaharni olgan ekan. Xursand bo'lib, pirlarini chaqirib, izhor minnatdorlik etib aytibdurki, taqsir, falon oy, falon kun dedingiz, alhamdulillah, duolari barokatidin fath muyassar bo'ldi, muddaoga yetdim, deb xursand bo'lib, pirlaridan so'ragan ekanki, taqsir, tarki vojibni jazosi nimadur, deganda pirlari javob beribdurlarkim, 70 qamchi, deganda darhol pirlarini yotqizdirib 70 qamchi urdirgan ekan. Pirlari mandan nima gunoh o'tdiki ta'zir berding, deganda avliyoga karomat satri vojib edi. Siz karomatni oshkor qildingiz. Tarki vojib jazosi 70 qamchi ekan. O'z qavlingizda binobarin 70 qamchi yedingiz, degan ekan. Buning zamonida eshon ismi yo'q bo'lib, qayda sulukdan so'z ochgan kishi bo'lsa, darhol tutib havzi chuqurning tepasiga arqon tortib, eshon sirotdan muridlarni o'tkarsang, avval bul arqondan o'tkil, deb ko'p eshonlarni havzga pishib va ba'zilarini ziyofat qilib, mishqni pishirib, oshga qo'yib, quyon go'shti ov qilganda sayrimizga quyon tushdi, deb bilmagan eshonlar yeb baloga qolib va ba'zilari bailmi karomat bilib, ey jonivor, sen ma'qulot emassan, deb pisht deb oshdan tushib qochib ketib, bular xalos qilib olgan ekanlar. Bu xil zulmlar ne? Inisi Rustambekni o'ldirib, sarkardalardan qancha o'ldirib, oxiri bu zulmlarning mukofotiga umarolaridan bo'lib, o'g'li Shohruxxon ilan har ikkisini biyobonda o'ldirib, jasadni Xo'qand olib kelib dafn qilgan ekanlar. Mustaqil hukumati 10 yil o'lib, muzohamat va munozaati ilan 12 yilga yetgan ekan. Bu tarzda olamdan ketgan ekan. Asri Umarxon Jannatmakon ibn Norbotaxon. Umarxonning julusi Olimxondan, ya'ni qatlindan muqaddam bo'lib, Olimxon fatvidan keyin ikkinchi daf'a xon ko'tarilib, ulamoyi asr ittifoq etgan ekanlar. Umarxon adal ul azmon, alam ul aqron fazl jihatindan baniyi Shohruxxonning jumlasindan foiq, shoiri fasxi bayon va balig'i ayon va suxansanji ovon, forsiy va turkiyda behamto o'lib, ahli balog'atlar ba'zi she'rlarini kutubi maonida irod etgan ekanlar va manfaati omma uchun musoraat va ahkomi shariatda bazlu muovanat, husni tadbirlik va siyosatga sa'yi va mubodaratlik bir xoni nomdor va bir podshohi komkor edi. Ahli kamol komil muhabbati ila va ahli hunar tamomi muvaddati ila o'lib, ayyomi hangomida Buxoro va Xiva va Xorazm xonlaridan va Hindiston va Kurdiston kabi mamoliki baidadan ahli fazillar kelib xizmatida bo'lgan ekanlar va imtihon etgan ekanlar. Ul asrda shoirlik rivojda bo'lib, shuarolar ko'paygan ekanlar. Bulardan Xotif, Mashrab, Fitrat, Adoiy, Akmalxon To'ra, Namangandan Mavlono Fazliy va shoirlardan ham necha adad fozila xotunlar bor ekan. Fazli Namangoniy mashhur Majmuai shoironi Umarxoniy tazkirasining tuzuvchisi, shoir. Bularning ash'orlari Majma